Yangi hijriy sanamizni 1447-yil bugun 26-iyun 1-Muharram kunimizni ma'sur duosini oxirida bir jumla ketdi. Val ishtighala bima yuqarribuni ilayka ya zal jalal wal ikrom. Ey jalol va ikrom egasi, senga yaqinlashtiradigan amal bilan mashg'ul qilishingni so'raymiz dedik. Ya'ni foydali ish, har bir ishki uning tagida xayr va manfaat bor bo'lgan ishga mashg'ul qilishingni so'rayman. Ey Robbim, aslo va aslo bekorchiliklar bilan bizni azoblamagin. Ey Robbim, aslo va aslo boshqalar bilan ovora bo'lib, boshqalarni mahkum, boshqalarni hukm, boshqalarga baho berib qo'yadigan bekorchi narsalar bilan mashg'ul qilib qo'ymagin. Ey Robbim, har bir ishni sendan so'raymiz. U ishimizda sening rizoyingni umid qilamiz. Senga yaqinlashtiradigan amallarga bizlarni muvaffaq qilib qo'ygin. Bu kirib kelgan yangi hijriy sanamizni butun dunyoga tinchlik yili qilgin. Ofiyat yili aylagin. Baraka sanasi qilgin. Jumladan musulmonlarga ham, jumladan yurtimiz xalqiga, aziz xalqimizga va vatani azizimizga muvaffaqiyatlar bergin. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Mavlana Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.